3 oylik sim karta haqida ma'lumot bera olasizmi? Avvalambor hammaga salom. 3 oylik sim kartamiz bu asli o'zi oylik tarifi 36,000 wonlik sim karta bo'ladi. Lekin biza o'sha o'quvchilarimizga, sizlarga yengillik bo'lishi uchun va konsalting bilan shartnomamiz bo'lganligi uchun uni 3 oylik qilib to'ldirib berganmiz. Ya'ni 3 oy tekinga foydalansangiz bo'ladi. Sim kartani oylik paketlarini qanday tekshirsam bo'ladi? Sim kartani paketlari hammasi cheksiz. Internet, SMS, daqiqa. Faqat internetda boshida sizga 300 megabayt 4G beriladi. Undan keyin 3 megabit tezlikda cheksiz internet ishlaydi. Sizga SMS dan o'zi bu kelib turadi. Qancha qolgani 300 megabayt. Undan xavotir olmang, tugab qolmaydi internetingiz, cheksiz ishlaydi. Faqatgina xalqaro qo'ng'iroqlar qilmaysiz. Sim kartamni 3 oy ishlatib bo'lganimdan so'ng nima qilishim kerak? Sim karta 3 oy ishlatib bo'lganingizdan keyin o'zi 93 kun o'tib biza sizga boshqa tarifga ulab bera olamiz. Ya'ni arzonroq tarifga, chunki 4-oydan 36,000 to'lasangizgina yana davomiy ishlatsangiz bo'ladi sim kartani. Lekin biza sizga arzonroq tariflarimiz bor, yaxshiroq. Ya'ni ID kartangizni olgan bo'lsangiz, ID kartaga shu yangi tarifimizga nomeringizni albatta saqlagan holda xohlasangiz ulab bera olamiz. Buning uchun esa albatta 19 ga to'lgan bo'lishingiz kerak. Agar 19 ga to'lmagan bo'lsa-chi? 19 ga to'lmaganlar Koreyada voyaga yetmagan hisoblanadi. 19 ga to'lguningizgacha o'sha sim kartadan 36,000 dan oyiga to'ldirib ishlatib turishingiz kerak. 19 ga to'lganingizdan keyin esa o'sha boshqa tarifga ulab bera olamiz. ID kartam chiqsa nima qilishim kerak? ID kartangiz chiqsa, bizga xabar bersangiz, ID karta oldi orqa rasmi va pasport rasmingizni yuborib bersangiz, biz sizga ID kartangizga o'tkazib beramiz sim kartani va shunda siz bemalol shaxsingizni tasdiqlab, ilovalardan ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Buning uchun esa albatta 19 ga to'lgan bo'lishingiz kerak. Agarda 19 ga to'lmagan bo'lsangiz, ID kartaga afsuski o'tkaza olmaymiz. 19 ga to'lganingizdan keyin o'tkazib bera olamiz. Sim kartani telefonimga solganimda ishlamay qolsa nima qilishim kerak? Sim kartangiz ishlamasa yoki ishlamay qolsa, o'rtada birinchi telefonni o'chirib yoqishga harakat qilib ko'ring. Sim kartani qayta olib, qayta solib ko'ring. Agar shunda ham ishlamasa, bizga murojaat qilishingiz kerak. Shunchaki sim kartani tashlab yubormang. Yordam beramiz. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol bizga Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Dushanbadan shanbagacha soat ertalabki 10 dan kechqurungi 8 gacha ishlaymiz. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.